Ichkari tomonni ham issiqligini chiqib ketishini oldini oladi. Plastmasni doim tavsiya qilamiz derazalarga asnovnoy. Nimagaki plastmas deraza qo'ysangiz hech qachon yutqizmaysiz pulingizga. Pulingizga kuymaysiz degan joyi. Bu eshigimizga zerkalni qilib bergan ekanlar. To'g'rimi aka? Buni ham o'zimiz tavsiya qilganmiz. Odam yuvinib bo'lgandan keyin kiyinib chiqib ketayotgan paytda o'zini yuzini ko'rib, bir o'zini sozlab, chiroyli bo'lib chiqib ketadi. Yana bir narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Biza alyumin derazalarga plastmasli derazalarni ruchkalari bilan ispanitlarni qo'yganmiz. Buni har kim ham qo'ymaydi, chunki ozroq ishi ko'payadi, lekin sifat oshadi. Esdan chiqmasin, sifat oshadi. Engelberg, Termo, har xil turdagi profillardan talablariga, narxiga kelishgan holda mijoz bilan chiroyli qilib beraveramiz. Qo'ldan kelgan. Qimmati bilan arzoni bir xil bo'lyapti, lekin qimmati qishda terlamaydi, arzoni bo'lsa terlayapti. Bu farqi nimaga bo'ladi aka? Assalomu alaykum hammaga. Fayzli xonadonga tashrif buyurdik. 2025-yil akvaromlarni o'rnatib berish narxlari qanday bo'lyapti? Va akva o'rnatmoqchi bo'lganlar nimaga ahamiyat beradi? Arzonigami yoki qimmatiga? Xudo xolasa videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, batafsil ma'lumotni bilib olamiz. Bu tarafda ko'rishingiz mumkin, mokri rangga qilib berishgan ekan usta akalarimiz. Narxlari qanday bo'lyapti? Dastavka xizmatlari qanday bo'ladi? Xudo xolasa videoga bilib olamiz. Kanalga yangi bo'lsalaring, bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Biz har doim mana shunday foydali videolar chiqarib boraveramiz. Birinchilardan siz ko'rishingiz mumkin. 12 yil staji bor usta akamiz, ya'ni Shahboz aka olib kelganmiz. Shahboz aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Fayzli xonadonimizga eshik va romlarni o'rnatib beribsiz, xudo xolasa. Keling, shu yerdan tushuntirib ketaylik. Bu xonadonimizga qanaqa akva romlardan o'rnatib berdik aka? Bu yerga mana akva alyumin romlardan terrasa qilib berganmiz. Alyuminiy profildan, oynasi bir qavat yodiviy, quyoshdan himoyalovchi yodiviy rangdan qo'yib bergan. Operator yaqinlashib ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bir qavatlik oynalarimiz bo'lyapti, to'g'rimi aka? Shunday. Buni biz necha oynamiz hozir? Bu 3,5 ga 240. 240, ha? Keyin qarang, bir qavatli, kimdir xohlasa 2 qavatli, ularni ham yasab beraveramizmi? Albatta, talablariga binoan 3 qavatgacha, 4 qavatgacha oyna qo'yib bera olamiz. 4 qavatgacha. 4 qavatgacha. Zo'r. Keyin bu tarafimizga eshik va romlardan qo'yib. Bu xonadonimizga nechta eshik va nechta rom qo'yib berdi aka? Bu yerga ancha narsa qo'yib berganmiz, mana ko'rishlaringiz mumkin. Eshik, deraza, ha? Sifatli romlardan qo'yib berganmiz. Ikkita, 3ta eshigimiz bo'lyapti, 3ta rom bo'lyapti, to'g'rimi aka? Zo'r. Keyin xohlagan razmerga ham qilib beraveramiz, ha? Xohlagan razmerga, xohlagan stilda, xohlagan rang, xohlagan oyna. Talablarga binoan chiroyli qilib beramiz qo'ldan kelgan. Keyin operator kelaveramiz mana. Bu tarafimizga romlarimiz ham juda chiroyli chiqqan ekan. Bu oynalari qanaqa rang? Bu yodiviy rang. Yodiviy, ha? Biz har doim klientlarga aytamiz, biza o'rnatib ketgandan keyin bir hafta 10 kun ichida klyonkalarni yuvish kerak. Shu uchun mijozimiz klyonkalarni yulib chiroyli qilib qo'yibdilar. Atkoslarni ham olishga ulguribdilar mana. Buni yaqinda qo'yuvdik o'zi. Zo'r. Ko'rishingiz mumkin. Keyin aka qarang, alyumindan tashqari yana boshqa materiallar ham qilib beraveramiz. Engelberg, albatta. Alyumin, Aldox deyiladi, Aquaplus, Redpen profil nomlaridan, Engelberg, Termo, har xil turdagi profillardan talablariga, narxiga kelishgan holda mijoz bilan chiroyli qilib beraveramiz. Qo'ldan kelgan. Aka, hozirgi narxi qanday bo'lyapti? Hozir bir qavat qilib bergan ekanlaringiz, mana shu eshigimizni. Bu kvadratga hisoblanadimi? Ha, eshik, derazalar asnovni razmerga qarab, rasxod materialga hisoblanadi. Katta terrasalar bo'lsa, oynasiga qarab, profilning rangiga qarab, fasoniga qarab kvadratga hisoblab chiqarib beramiz. Sifatli qilib, arzon qilib, chiroyli. Boyagiday bir qavatlini narxi sal arzonroq bo'lsa, ikkinchi qavati, misol 2 qavatli oynalar ozgina qimmat bo'lishi mumkin. Xuddi shunday. Oynani ham har xil sifatlilari bor, har xil ranglari bor. O'shaning uchun bunga stabil narx aytish qiyin. Oq bo'lsa, sal arzonroq, keyin rangiga qarab qo'shilib ketaveradi. Forza bor, energiya tejovchi oynalar bor, yodiviy oynalar bor. Qaysidan paket qilishga, mijozga kelishgan holda aytganlarda chiroyli qilib beraveramiz. Keyin aka, bu tarafimizga hozir korejniy rangdan qilib beribsizlar, to'g'rimi aka? Keyin aka, bu akvani misol
qimmati yo arzonni ko'ryapmiz, bir xil, qimmati bilan arzoni bir xil bo'lyapti-yu, lekin qimmati qishda terlamaydi, arzoni bo'lsa terlayapti. Bu farqi nimaga bo'ladi aka? Shunday, bu narsani ko'p kishi yaxshi tushunmaydi. Ichidan kirib profilning xususiyatlarini bilgandan keyin tushunib oladi. Bu hozir mana shu bu alyumin profilda, to'g'rimi aka? Bu alyumin profil. Alyuminni ham har xili bor, e'tibor berishlarini so'raymiz. Alyuminda aslovni biz taroziga qo'yib ko'ramiz. Yangi kelgan profil bo'lsa, mijozni talabiga binoan arzon qo'y desa agar, lekin biz hamma vaqt Akfa'ni tavsiya qilamiz. Chunki Akfa hali o'zini sifatini buzmagan, chiqaradigan kilogrammni kamaytirmagan. Shuni evaziga Akfa profil zo'r. Keyin bunimiz nomi qanaqa ham aka? Bu profilimiz Saf Plus, ko'rishlaringiz mumkin. Plasmasda ham juda ham ko'p xildagi plasmaslar bor. Plasmasda asnovnoy farq qiladigan narsasi uni ichidagi kamerasi bo'ladi. E'tibor berasizlar. Kamerasi 1, 2, 3, 4 ta kamera. 4 ta. Bu tomon ichkari tomon turadi. Ichida metali bor. Profil qiyshayib ketishni oldini oladi. Bu juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan narsalardan bittasi. Xo'sh, tashqari tomondan keladigan issiqlikni mana bu kamera ushlab qoladi. Bu havoni o'rtacha holatda ushlab turadi. Sovuqni o'tkazmaydi ichkariga, to'g'rimi? Ichkari tomonni ham issiqlikni chiqib ketishini oldini oladi. Plasmasni doim tavsiya qilamiz derazalarga asnovnoy. Nimagaki, plasmas deraza qo'ysangiz hech qachon yutqizmaysiz pulingizga. Pulingizga kuymaysiz degan joyi. Keyin aka qarang, bu agar bu plast bo'lyapti-da, to'g'rimi aka? Bunimiz hozirgi kunda 2025-yil narxi qanday bo'lyapti 1 kvadrat metri? Bir qavatlisi bo'lsa. Bunga bir qavat oyna qo'yilmaydi. Sifatli rom qo'ygandan keyin iloji boricha 2 qavat oyna qo'yish kerak. Chunki o'shanda effekt beradi, issiq sovuqni yaxshi saqlab beradi. Bular 850 mingdan kvadratda boshlanadi. Bu yog'i 2,5 milliongacha bor. 2,5 milliongacha. Keyin aka, bu haqiqatan ham qishga terlamaydi? Yo'q, terlamaydi. Bitta narsaga e'tibor berishlaringizni so'raymiz. Plasmas yasaydigan ustalar ko'p, lekin qonun qoidasi bilan yasaydigan odamlar kam. Nimagaki, buni kerakli joydan vadasilif qo'yish kerak. Esdan chiqmasa, vadasilif qo'yish kerak. Vadasilif qo'yilmasa, plasmas effekt bermaydi hech qachon. Terlashi mumkin. Vadasilif qo'ysa, terlagan taqdirda ham mabodo tashqariga chiqib ketadi. Shunga e'tibor beringlar. Ichkariga urmaydi, to'g'rimi aka? Buni har kim ham qilmaydi. Bu tarafga hozir ko'ryapmiz, bu oq ranglilari. Farqi yo'q, ranglarni xohlagandan qilib beraveramiz. Xohlagan xilidan, kelishgan holda qilib bu necha kamerali bo'lyapti bu? 3 kameralimi? Necha kamera? 1, 2, 3, 4 kamerali. 4 kamerali mana. 4 kamerali. Ko'rsatishingiz mumkin. Mana Biko degan bu, bular 3 kamerali. 3 kamerali. Buni aslovni kamerasida farqi bor. Hozirda Saf Plus ham o'zini sifatini buzmayapti. Saf Plus degan ma'nosi o'zi sof plus degani, Turkiyaning mahsuloti. Bunga ham javob beramiz. Buni faqat yasashga bog'liq, chiroyli qilib yasab berish kerak. Keyin aka, bu Saf Plusdan ham yasab bersak, bu ham terlamaydi qishga. Yo'q, terlamaydi. Zo'r, lekin shovqin ham kirmaydi-da, to'g'rimi? Kirmaydi, xudo xolasa. Mana bu tomonimizni ko'rishingiz mumkin. Bu tarafimizda mokra asfalt. Xalq tilida mokra asfalt deyiladi. Hozirda trendda bo'lyapti. Profil nomi bo'lsa J306 deyiladi. Antrazit degan rang. Bu tarafimizga ham bir qavatli oyna qilib bergansizlar. Shunday, bu tomonga e'tibor berishingiz mumkin. Bu yer ayvon, shuni hisobiga oynasini oq qo'yib berganmiz. Chunki bu yerga yorug'lik kam tushadi. Keyin yana e'tibor berishingizni so'rayman. Padagonlik ikki tomonlama qo'yilgan. Chunki bu yer ham odam yuradigan joy, ichkarida ham narsa qo'yadigan joy qo'yganmiz. Ikki taraflama padagonlik. Ikki taraflama padagonlik qo'yilgan. Talablariga binoan va kelishgan holda o'zimiz maslahat berganmiz. Shunaqa qo'ysangiz chiroyli chiqadi. Shahboz aka nomeri bo'ladi pastga, batafsil ma'lumotni yanada olsangiz bo'ladi. Telegram, Instagram saytlarimiz bor. Shunday. O'zimiz Telegram gruppalarimiz bor, Akfa Plus degan. Instagramda ham bor. Nasib bo'lsa YouTubeda ham akam orqali qo'yamiz. Savdo obzor kanaliga. Pastga обязательно silkalarni qoldiramiz. Bemalol kirib ishlarni tomosha qilsangiz bo'ladi. Albatta, biz hech kimdan yashirmaymiz. Sexda bo'ladigan ishni, ustanovka jarayonida bo'ladigan ishlarni doimiy kanalimizga qo'yib boramiz. Baho berib fikringizni yozishingiz ham mumkin. Keyin Shahboz aka, manzilni sirazi aytib o'tib ketamiz. Manzilimiz qayer? Manzilimiz Tayloq Betonka Kuruk, Samarqand viloyat. Samarqand viloyat, Tayloq Betonka Kuruk. Shunday Kurukdan Tayloq tomon burilganda 50 metrdan keyin o'ng qo'lga o'sha yerda 3 ga 7 bannerimiz bor devorda. O'shandan bemalol bizdan topib kelishingiz mumkin. Keyin aka qarang, bu padakonligimiz misol
bu kelishilgan holda bo'ladi-da, to'g'rimi aka? Shunday aka. Keyin bizda 12 ta viloyat ham kuzatishadi. Qayerga borib xizmat qila olamiz? Qayerga borib? Samarqand bo'ylab muammo yo'q. Qolgan viloyatlar bo'yicha klient bilan kelishgan holda qilib beraveramiz. Farqi yo'q. Borib ustanovga, misol o'lchab kelib, dastavka qilib, ha? Zo'r. Bu tarafi ichkariga ham kirsak bo'ladi. Marhamat. Zo'r. Gap yo'q, qo'llaringiz dars Buni ham ko'rmoqchi. juda ham yaqinda qo'yib beruvdik. Akamiz mana tezroq o'g'illarimni uylantirishim kerak deb remont tezlashtirib yubordilar. Atkoslarni olib qo'yibdilar kelganimizcha. Aha. Zo'r, lekin kimga qaysi rang yo'qda обязательно kommentariyaga yozib qo'yinglar. Albatta, albatta. Usta akalarimizni mehnatini qadrlagan holda like bosib, "Молодец o'zbegim" deb kommentariy yozib qo'yinglar. Aka, bu tarafimizga hozir sanuzerimiz bo'lyapti, to'g'rimi? Shunday. Sanuzerga ham qo'yib bergansizlar. Ha, buni e'tibor berishni so'rayman. Qappoqlik qilib qo'yib berganmiz profilni. Aha. Bu degan nareshnigi o'zi bilan. Analechkasi bilan. Ha, MDF eshiklarda nareshnik deyiladi. Bizda shunaqa profildan qo'yib berganmiz. Chetini atkoslari ko'rinmaydi. Birdan yopib yuboradi. Alyuminni o'zida. Oynalarimiz ham bu taraf ko'rinmaydi, to'g'rimi? Shunday. Zo'r. Bu ichkarimizga ham qo'yib bergansizlar. Shunday. Botishga, eshik. Operator ko'rsatamiz bu tarafga bu eshigimizga zerkalni qilib bergan ekanlar. To'g'rimi aka? Buni ham o'zimiz tavsiya qilganmiz. Odam yuvinib bo'lgandan keyin kiyinib chiqib ketayotgan paytda o'zini yuzini ko'rib, bir o'zini sozlab, chiroyli bo'lib chiqib ketadi. Aha. Aka, keyin bu tarafimizga ham zerkalnimi deb o'ylasak, bu yer yodviy ekan, ha aka? Shunday. Buni asosiy sababi zerkalning orqasi kraska bo'ladi. Kraskasi qirilib qolsa, oddiy oynaga o'xshab qoladi. O'shani oldini olish uchun orqasidan yana bitta oyna qo'yib yuborish kerak. Aha. Bunimiz 2 qavatli oyna bo'lyapti. Hozir 2 qavatli oyna bo'lyapti. Aha. Zo'r. Aka, xudo xolasa, u savdo obzor kanalidan, ya'ni bizning obunachilarimizdan telefon qiladigan bo'lsa, xudo xolasa skidka qilib beramiz. Albatta, albatta. Aka, hurmatingiz bor, qilib beramiz chiroyli. Zo'r. Ishlaring yaxshi ekan. Yana bir narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Biza alyumin derazalarga plastmassiviy derazalarni ruchkalari bilan ispanitlarni qo'yganmiz. Buni har kim ham qo'ymaydi, chunki ozroq ishi ko'payadi, lekin sifat oshadi. Esdan chiqmasin, sifat oshadi. Buni yopilishlarini ham qarang, xuddi plastmastikda tishlab olishlarini qarang, zazor yo'q. Keyin aka qarang, bu misol buni yuqorisi ochiladigan ham qilib bera olamizmi? Alyuminga iloji yo'q, chunki ichini polni kesishga to'g'ri kelib qoladi. Bu narsa plastmas uchun o'ylab topilgan mexanizm. Plastmasda o'zining ariqchalari bo'ladi. Shu uchun plastmasga qilib bera olamiz. Alyuminga qiyin masala. Ha, plastga. Akvaplastga qo'yiladi. Zo'r. Ko'rishlar mumkin, baho beringlar. To'g'risi, haqiqatan ham ishlar yaxshi. Tavsiya qilib qolamiz. Shahboz aka nomerlar pastga bo'ladi. Yanada batafsil ma'lumotni olsang bo'ladi. Hozir mana shu padakonliklarimizni o'zingiz qo'yib bergansiz. Ha, buni tavsiya qilgan bo'lardim. Biz bo'lsak ham, boshqalar bo'lsa ham akvachilarga qo'ydirish kerak. Klientlar, mijozlar nima uchun deganda akvachilar buni chiroyli qilib, sifatli qilib qo'yib beradi. Ichidan samarezlarni tortadi, plotni qilib qo'yib beradi. Agar malyarga qo'ydiramiz desalar, ham ishlari ko'payadi, ham sifat aytganday bo'lmaydi. Shuning uchun imkoni boricha rom bilan birga qo'yish kerak. Zo'r. Dahshat, lekin men u yo'qda ishlaringiz. Xudo xolasa, aka, o'zimni ham uyimga ham qo'ydirmoqchi bo'lsam, obязательно sizga aytamiz aka. Nasib, xudo xolasa. Aka, kattakon rahmat bergan ma'lumot uchun. Rahmat, Solih aka. Do'stlar, Shahboz akaning nomeri pastga bo'ladi, obязательно batafsil ma'lumotni olsang bo'ladi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, birdan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Kimda-kim, ya'ni qarindoshlar ana shunaqa romlarni o'rnatmoqchi bo'lgan bo'lsa, podpисаться tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'ling.